Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi Mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Biz boshladik. Assalomu alaykum Yasmina Safiya. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Abuzar Maknuna. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Alixan va Oyisha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yo'q. Issiqlarda erimayapsizlarmi? Yo'q. Assalomu alaykum Iforaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Usmon Mubina. Assalomu alaykum abuchi. Va alaykum. Ya. Yo'q. O'zi siz assalomu alaykum. Va alaykum assalom deydi. Aytdim. Assalom ichingiz dedingizmi? Ha, biriki. Chiroyli ko'ylaklar kiyib kelibsizlar. Qayerdan oldinglar? Ana zaferda. Juda chiroyli ekan, ha? Menga yo'q unaqasi. Kakra sizda ham gulli bor ekan-ku. Ha, men ham sizlarga mosroq bo'lib kiyinib keldim. Sariq faqat. Nima yangilik olamda? Olamda men biserga boryapman va sumka. Shuni o'zingiz to'qidingiz, o'zingiz qo'lingiz bilan. O'zim. Qanaqa qilib? Buncha zo'r bu. Biznes qilsa bo'ladi-ku. Kanal ochaman yaqinda. Qachon? Yaqinda. Oching. Ochaman. Telegramda. Keyin sumkalarni videoga olib, imuncholar ham yasayman. Qoyil. Kiyimlarga to'qa olayman. Kiyimlarga ham to'qa olasiz. emas. Ha. O'rganmoqman. Ha, o'rganlik. Bizachi sori sinimgacha ana kofta, yubka, ko'ylak tikmoqchimiz. Tikib oldik koftasini. Pardanikidan quyosh o'tkazmaslik. Pardan kesdinglarmi shunda? Yo'q, pardani ana musirga qolgan anaqa lashlashidan olib, kesib nimadirlar qildik-da. Juda ham zo'r. Endi mana shunaqa biznes qilsangiz, masalan, mana shunaqa sumkalarni nech puldan sotsa bo'ladi? Bu hozir mashina o'zi 150 ming. Shuni o'zi 150 ming. Yo'q, qoyil. Agar sizlarga ham sumkalar kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqaringlar. Все. Ruxshon opamga chiqsanglar, ular menga aytadilar. Bo'ldi. Chotki hammasi. Biznes. Qilib tashlaysiz. Semiribsizlar. Nima qildinglar semirish uchun? Odamlar semira olmay qiynalib ketyapti. Biz aniq olibmiz-da, ko'p ovqat yeyapmiz. Kuniga 100 ming ketyapti bizaga. Har biringlarga. Zo'r-ku, nima ovqat yeyapsiz? 100 ming. 100 ming emas, 100 ming. Endi nimani ovqat yeyapmiz? Mashhurda yeyapmiz. Osh yedik, kechqurun 3 ta ovqat yedim men. Men osh yedim, biri bitirgunicha kepsi yedim. Osh, makaron, kepsi, 4 ta ovqat yeyapman kechqurun. Kecha ozg'inadan qiltirib qoladim. Yegani ham yo'q. 4 ta yedim. Issiqda nima qilyapsizlar masalan uyda? Issiqda men isib ketyapman. Men o'lib qolman. Ya'ni bizning konditsionerimiz bor, lekin svet o'chib qoldi. Iya. Qaynab ketdi. Issiqda o'zi emas-da konditsionersiz o'tirish. Qachon keldi keyin svet? Kelmabdi. Haliyammi? Bo'ldi. Keldimi? Uyda salqinmi hozir? Ko'zingiz tegi nima qildi? Yiqilib tushganman. O'sha yiqilganingizmi? Haliyammi? Buncha chiroyli bo'lib kiyinib keldingiz bugun. Oyijonim olib berdi-da. Oyijoningizga yana olib berdilarmi? Men pardonga borib. Ipodromga borib olib berdilarmi? Kiyimlaringiz uyda to'lib ketgandir. Nega menga olib kelmadingiz uni? Ayam ko'ylakni olib kelishim kerak. Ha? Kiyardim men ham ayaz ko'ylaklarni bo'lsa ham. O'zida ham ko'p bo'lsa kerak. O'zimda yo'q, kamayib ketyapti. Kim olib ketyapti? Olib ketyapti-da, shu oyim berib yuboryaptilar-da, kimlargadir. Ana uydan haydab yubormaysizmi? Kimmi? Oyingizda. Iya. Oyim meni haydab yuboradilar. Men oyimni hayda olmayman. Oyimni nega haydashim kerak? Kiyimimizni olib ketsa-da? Yo'q, oyim kiyimimni olib ketmaydilar. Boshqalar kiyimimni olib ketib qolishadi-da. Kim olib ketadi? Qarindosh urug'lab ketadi. Kim berib yubormaydimi? Yo'q. Bermayman deydimi? Al deydimi sizni? Bo'lmasa o'zingiz pulingiz yo'qmi? O'zim pulim bor, endi o'zimni pulimni boshqa narsalarga ishlataman-da. Nima yangilik? Tinch. Hali ham tinchmi? Sochingizni oldiribsiz kalta qilib. Nega? Vaqt
oldirgim kelib o'sib ketdi. Yaxshi-ku. Ko'chaga o'xshab hozir bab ko'chagani. Yaxshi-ku. Bundoq mubinadan zakolka olib yig'ib olardingiz. Men qiz bola emasman uni. Boshqa uy oldinglar? Yo'q, boshqa ish oldik, Ha. boshqa oyna oldik. Ha, boshqa eshik, boshqa oyna oldinglar. Nega? Eshik bilan oynani sindirdinglarmi? Masalan. Ha. Qurolmas yangi qilib. Ha, yangi uy quryapsizlarmi? Chiroyli qilib qo'yapmiz. Zo'r-ku, necha qavat? Bir qavat? Ishi. Biz domda turamiz, qavatlar yo'q. Ishi, adam 5 Azizlar domda turasizda. Ha, men ham domda turaman. To'g'ri. Mana narsalar turadi-ku. Remont qilyapsizlar hozir? Qoyil. Xonanglarni qanaqa rang qilyapsizlar? Qilib bo'lganmiz hozir. Qanaqa rang? Shu meniki jigarrang, oq, yana bitta jigarrang. Chiroylimi? Nima o'zgartirgan bo'lardinglar xonanglarda? Mani pishta rangni. Voy! Odam pishib ketasan unda. Menmi? O'zini yangi oppoq narsa bo'ladi-ku. O'sha yerda kimlarim turadi? Atrof ko'ynilarim bor. Nega atlas ko'ynaklar Mashinlar pulicha atlas ko'ynik nechta keladi bilsam? 5 kanishni. Kelinga o'xshagan ko'ynilarim bor. Bularda ham bor. Kelinga o'xshagan ko'ynaklarni nima qilasiz? Buni yo'q, bor. Bor. Sizda nima yangilik, opa? Chiroyli brasletlarni taqib kelibsiz. Yechib olardilar. Umradan kelgan shu. Qoyil. Mana brasletim. Sumkangiz ichida. Salfetka yuradi. Bunaqa chiroyli salfetkalar bor-ku. Nima bu? Nima bu? Naushnik. Ah! Naushnik. Birinchi qani? Voy, yosh bola naushnik kiyib qo'yibdi. Meniki u, meniki. Voy, bu sizni qulog'ingizga katta-ku. Birinchi. Nariginsiga. Uzr. Hammasi mening nazoratim ostida, lekin hozir nazoratdan chiqib ketdi. O'sha qilaman-da. Qanaqa qilasiz? Ushayman. Kattalar naushnik-ku, mana menga sig'adi masalan. O'shalarga bor, agar sevsa seni. Kimni naushnikini uxlatdinglar, to'g'risini aytinglar. Hech kimmi? Buvim berdilar sovg'a. Nima yangilik o'zinglarda? Yangilikmi? Ertaga bobom tug'ilgan kuni. Shu yangilik. Taksiga ketamiz. Mazza, kim? Bobom, men, buvim. Keyin oilaga ketyapmiz. Meni ham olib ketasizlarmi? Ha? Bitta o'zingiz nima qilasiz o'tda? Yuraman, aylanib, cho'milib. Yat qilishadi. Nega? 2 kunlik dacha, tekin dacha. Mazza. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga odamlar bir-biri bilan urushadi? Qanaqasiga? Bir-biri bilan mana sizlar ham urushasizlar? Rostdan. Bilan urushib qoladi, keyin yarashadi. Aytaymi nimaga? Narsaga. Yo'q, pul. Pul haqida. Pul nima ishlatamiz? Tez bo'ron. Keyin urushib qolishadi o'rtoqlar. Asa bitta edi. Tayyor turibdilar. Kattugini olib qo'ysa, narsasini olib qo'ysa, bermaniki deydi. O'shanda urushib qolishadi. Chunki tep qo'yadi-ku. Yo'q, o'zi tepmaydi. Sesini yaxshi ko'rgan bo'lsa yoki ukasini urgan bo'lsa, o'shancha urushib ketadi. Yoki qazini bermasa. Mashina uradi-da. Da. Sizlar oxirgi marta qachon kim bilan urushdinglar? Bugun urushdikmi? Yo'q, bugun urishmadik. Ha, mana men. O'tgan kuni. Yo'q. O'zi o'tgan kuni qilgan. Mana Esimda yo'q ana. Kim boshladi, opangizmi? Nimaga? Qancha urish? Bir 100 trillionta o'shanga qaysi biriligini. O'tgan kuni olib keldi. Voy. O'rtog'im bilan chiqar. O'rtog'ingiz bilan? Nega? Chunki u meni ajratdi-da o'yindan. O'yinni ajratdi? Qanaqa? Meni tanlamadi, boshqasini tanlab, boshqasi bilan o'ynadi. Bir umr. Kim Mo'minami? Yo'q, Imona. Men kecha urishganman. Kecha nega urushdingiz? Kim bilan? Olib ketib qolganlarga. Iya. Qayoqqa ayting? Ha. Men odamlarga tashab Amerikaga ketganlar. Oyingizmi? Ha?
bugun keladilar. Amerikaga? Ha, olib ketadilar. Bugun olib ketadilar. Sizdimi? Ha. Amerikaga ketasizmi? Ha? Nima qilamiz keyin siz? Voy. Tushib ketdilar. Nima qilamiz siz? Chaqirmaysizlar. Mani chaqirasizlar. Bitta o'g'il bola bilan eshitdim-da. Qaysi o'g'il bola? Bog'chadagi o'rtoqlar bor. Nimaga? Chunki mani kolgochkami sumkasi oyog'i yo'q-da, o'zi sovaga. Oyog'i yo'q uni. Qaysiga oyog'i yo'q? Kolgochkida oyog'i bor, lekin men naqib kiyadi-ku. Ha. Kolgotkangizni olib qo'ydim. Iya. O'zi quyoshda-ku, keyin sumkasiga salqinga muzdakkinaga kirib olgan. Kolgotkangizni nima qiladi u bola? Olib ketadi-da. O'zi kiyib yuradimi keyin? Ha? Iya. O'g'il bola kolgotka kiyadimi? Iya. Sizlar oxirgi marta kim bilan urishdinglar? Men urishdim. Kim bilan? Muhammad Sodiq bilan boshini eshittirib qo'ydim. Nega? Bitta koptaga bog'ni tepib qo'ydim-da. Keyin baqiryapti deb menga keyin bitta soldim, ikkiga bir. Keyin boshini eshitib qoldi. Keyin o'zim chaqirib qo'ydim. Keyinchi? Men bilan o'ynash mumkin emas. Urush bo'ldimi keyin? Men hech kim bilan urushmadim bog'chada. Umar просто yiqib qo'ydi deb men bitta boshi ko'rdim. Ko'karib, ishib qoldi. Qizlar, sizlar qaysi super qahramonga o'xshagili keladi? Rapunzel. Soch uzun. Rapunzel. Aha, sizchi? Men Malika Safiya. Malika Safiya. Nega? O'zi ham Safiyada chunki. O'zingiz ham Malikasiz-ku? Men Menman. Men Spidermanman. O'rgimchi odammi? Nimasi yaxshi uni? Osmonlarda yuradi, mazza O'sha faqat qiladi bu. Men Spiderman. Vasa 3 kata 3 xosta. Iya, mushugami? Multikda ko'rganimga. Multikda kimni ko'rgansiz? O'sha superlarni ko'rganman-da. Qaysi biriga o'xshagingiz keladi? Qizchasiga. Qizchasiga. Lekin u uchmaydi, lekin faqat yuradi. Nima qilib yuradi? Shunaqa uyda yashaydi-da, o'g'il bolasi uchadi. Men просто odamga o'xshagan keladi, odamga. Sizchi? Mana odamga o'xshagan. Yo'q. Tushunib katta bo'ladi-ku. O'shanga o'xshasam zo'r bo'ladi. Odamlar nimaga kino ko'radi? Bular ko'radi, qiziqib ko'radi. Sizlar ham kino ko'rasizlar? Men ko'rganman. Qaysi kino? Poyezdda bo'ladi. Poyezdda bitta qiz kasal bo'lib qoladi, keyin u zombiga aylanadi, keyin poyezd zombi bosib ketadi. Shunaqa qo'rqinchli kinolarni ko'rasizmi hali? Mana hazar. Zombi poyezdi deb yozsangiz ko'rasiz. Eski zamonlarni ko'rishadi, eslardan chiqqanlarni. Kinoni yaxshi ko'radi. Chunki anavi YouTube ko'rib bo'lmaydi-da. Kino ko'rish keladi-da. Undan emas gap. Odam ko'radi faqat. Odam ko'radi. Nima kino ko'radilar? Qo'rqinchli. Qo'rqinchli kino ko'radilar. Avtomatli. Agar farzandingizda ovqatdan zaharlanish kabi holatlar mavjud bo'lsa, unda Jackie probiotiki sizlarga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Mittilar ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet tarmoqlari orqali yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.